Shu yorqin singlimizni videosini sizlarga ko'rsatdim. Hozir bu singlimiz opasi bilan birgalikda Hindistonda davolanishda. Davolanishni katta summa operatsiyasiga ketib turibdi. Birinchi operatsiyasi bo'libdi, keyin yana operatsiyasi bo'ladi ekan. Bu yerda yotishi bor, ko'p pul ketib turibdi ekan. Avval shu video chiqardik. Keyinchalik mana savodli blogerlardan biri Ruslan Rajabov tomonidan obunachilari bilan birgalikda $2000 dedimi, 2500 dedim. Shunday summada pulni shunday yordam etib ketibdi. Keyin savodli bola degan bloger do'stimiz Instagramda video qilib beribdi. Pul yig'ilgan pullar Hindistonga ketibdilar. Joylashibdilar, ish qilib, doktorni topganlar. Ish qilib, hozirgi kunda birinchi operatsiyasi bo'libdi. Endi yana pul yetmay qolibdi. Operatsiyasidan keyingi operatsiyalardan pul yo'q dedi hozir. Hozir Hindistonda qiynalib turibdi, iltimos qilib turibdi. Karta nomerlarini ish yerga yozib qoldiraman. Hurmatli do'stlarimiz, qo'ldan kelgancha yordam berali o'zlarimizni Xorazmli inson. Qadir, bor yo'g'i $13,000 pul bilan keldik. Kalam kartamızı qo'yganimiz. Bizlarda bir tiyin pulumuz qolmadi. Kartadagi pullardan ishlatga tushgan, ehsonga tushgan pullardan. Shuna video qilib berasizmi deb sizga haftadan beri chiqib yotdik. Iltimos qilib turganim edi. Operatsiyadan keyin ham holati yaxshi emas uncha. Og'ir operatsiya bo'lganda qiynalib turibdi, mazasi qochib qayta. Bir kun yotishimiz palatani o'zi $300 berdi. Rutni bahodi. Hali o'qil dorasi undan tashqarida. Xudo xolasa bugun yotqizsa, bugun bu protsedura bo'ladi va bularga bir kun faqat farq qo'yish kerak. Bir kunda qilib bo'lmaydi deyaptilar. Bugun qilsa, ertaga bular operatsiya qilsa bo'ladi deyaptilar. Hozir hammasini gaplashib oldim, xudo xolasa. Hozir narx-navoni hammasini iltimos qildik, gaplashdik. Hozir qolganini ham gaplashib hal qilamiz. Hozir tez zudlik bilan yotqizishimiz kerak. Bugun protsedura bo'lish uchun. Bo'lmasa bugun ham kech bo'lsa, yana bir kun yo'qotamiz. O'shanga birinchi bo'lib doktor Parvin oldiga, doktor Arun Kumar Giri oldiga keldim, maslahat qildim, xudo xolasa. O'xshayapti, hal qilamiz. Faqat narx-navoni hal qilsa bo'ldi. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi qoling.